Assalomu alaykum o'rtoq logistlar. Esinglarda bo'lsa, bundan oldingi videoda logistikaga ishga kirishi 5 ta qadamini bosqichma-bosqich tushuntirib bergan edim. Endi shu bosqichchi 3-si, ya'ni trening haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot beraman. Xo'p, trening esinglarda bo'lsa, bu 2 haftalik sinov muddati bo'ladi va shu muddatda siz 10 soat har kuni ishxonaga kelib, kompyuter oldida, ya'ni sizga sherik biriktiriladi. Shu dispetcher bilan birga ish o'rganasiz. Xo'p, nima narsalarga ahamiyat berishingiz kerak, nima ishlar qilishingiz kerak emas. Qanaqa qilsangiz siz shu treningdan muvaffaqiyatli o'tib, keyingi bosqichga, ya'ni ishga kirishga yaqinlashishingiz mumkin. Xo'p, tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. Avvalambor eng juda mayda hamma qilishi mumkin bo'lgan narsalar haqida gapirib o'taman. Xo'p, bu ishga vaqtida kelish. Trening to'g'ri bu sizga pul beriladigan muddat emas, lekin siz buni xuddi ish kabi qabul qilishingiz kerak. Ko'pchilik bolalar, misol uchun intervyudan o'tkazib beramanda, treningga qo'yib ketaman. Lekin shu trening jarayonida ham xohlagan vaqtida ishga keladi, yokida ownerdan so'raydi, ertaga ishga boraymi, yo'qmi deb. Voy, baraka topgur, sen bilan 2 haftaga kelishilgan, 2 hafta davomida sen ish o'rganishing kerak. Haftada 6 marta, yakshanba yokida shanba off olib, как ishchi sifatida siz har kuni treningga borishingiz kerak. Ko'pchilik bolalarimiz xohlasa kech keladi, xohlasa umuman kelmay qo'yadi, ownerga ham aytmaydi, men sal kech qolganman deb, yokida menejerga ham yozib qo'ymaydi. Xullas, mas'uliyatsizlik juda katta bo'ladi ba'zi bir bolalarimizda. O'shaning uchun ham o'rtoqlar, birinchi narsa shundan boshladim. Hamma qilishi mumkin bo'lgan narsa treningga xuddi ish kabi siz qabul qilishingiz kerak va vaqtida kelib, vaqtida ketishingiz kerak. Agar siz kech keladigan bo'lsangiz, albatta update berib qo'yishingiz kerak o'zingizning menejeringizga yokida ownerga. Ikkinchisi qilish kerak bo'lgan narsa bu extension o'rtoqlar. Extension bilmaydiganlar uchun bu telefon hisoblanadi. Har bitta dispetcher oldida uy telefoniga o'xshagan telefon turadi, statsionarniy va siz shogird sifatida shu yoningizdagi dispetcherdan so'rang. Keling shu telefonga men javob beraman. Keling driverga men telefon qilaman. Keling broker muammosini men hal qilib beraman deb siz ko'proq o'zingizdan inisiativa chiqaradigan bo'lsangiz, o'rtoqlar, siz haqingizda yaxshi fikrlarga ega bo'lishadi. Voy, bu bolani duxi baland ekan, bu bola ekstravert ekan, bu bola qo'rqmas ekan ingliz tilisidan deyishadi-da va siz treningdan o'tib ketish ehtimolinguz juda ham yuqori bo'ladi. Shu narsani qilinglar, обязательно. Yana bitta qilish kerak bo'lgan narsa bu detallarga ahamiyat berishingiz kerak. Logistikada mayda-mayda narsalar o'tib ketib qoladi xato sifatida. Qayerdadir driver rasm tashlagan bo'ladi Telegramda, men probkaga tushdim deb yokida qayerdadir driver kech qolayotgan bo'ladi pikapga, siz uni ko'rmay qolasiz. Shu narsalarni siz boshida update ishlaydigan bo'lsangiz, misol uchun juda ham sinchkovlik bilan kuzatib borishingiz kerak. Qancha ko'p muammolarni aniqlaydigan bo'lsangiz, shuncha sizni obro'yingiz oshadi, shuncha sizga talab kuchli bo'ladi va treningdan birinchi bo'lib o'tib ketasizlar, xudo xolisa. Albatta aytganlarimni qiling, bu narsa hammasi 7 yillik tajriba orqali aytilayotgan narsalar o'rtoqlar. Shu kichkina mayda narsalar ko'pincha ko'zga ko'rinmaydi va shu kichkina muammolar katta muammolarga aylanib ketadi va agar siz shuni boshidan aniqlaydigan bo'lsangiz, bu bola vashi zo'r ekan deb sizni ishga olib qolishadi. Tushunarli-a? Keyingi qilish kerak bo'lgan narsa albatta bu bilim. Logistikaga siz bilmasdan turib bu sohani, terminlarni, so'zlarini, vaziyatlarini bilmasdan turib siz ishga kira olmaysiz va treningdan ham o'tib keta olmaysiz. Albatta 2 hafta davomida siz ishni o'rganasiz, lekin undan oldin siz driverlarning turlarini farqini, treylerlarning turlarini farqini va ko'pincha shu logistikaga oid terminologiyalarni siz yaxshilab bilishingiz kerak va telefonda oldin ham gaplashib ko'rgan bo'lishingiz kerak. Shu narsalarni aslida men o'zimni kursimda o'rgatib o'taman bolalarga. Bir oyda bir martagina men o'zimga shogirdlarni teraman va ular bilan bir oy biz intensiv darslar qilamiz. Agar siz ham shu kurslarga yozilmoqchi bo'lsangiz, bizning administratorlarimiz bor, aloqaga chiqib, siz ham bizning safimizga qo'shilishingiz mumkin. Shunaqa go'shtli ma'lumotlarni o'tkazolmaslik uchun YouTube, Telegram, Instagram sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr do'stlar.